Fotosuratdan abadiy fors san'ati durdonasigacha. Har bir oilada sevgi, meros va unutilmas lahzalar haqida hikoya qiluvchi bir fotosurat bo'ladi. Tasavvur qiling, ana shu qadrli oq-qora xotira muzey darajasidagi, qo'lda tayyorlangan fors gilamiga aylantiriladi. Har bir portret minglab tugunlar yordamida nihoyatda puxta qo'lda tugunlab toqiladi. Har bir yuz ifodasi, har bir detal va har bir tuyg'u hayotiy tarzda aks ettiriladi. Bu shunchaki fotosuratning nusxasi emas, balki oilangiz merosini dunyoning eng qadimiy va eng e'tiborli san'at an'analaridan birida abadiylashtiruvchi noyob tasviriy san'at asaridir. Daniel Picasso tomonidan yaratilgan qo'lda tayyorlangan fors portret gilami, nufuz, madaniyat va vaqt sinovidan o'tuvchi hunarmandchilik ramzidir. Oddiy fotosuratlardan farqli o'laroq, u avlodlar davomida saqlanishi uchun yaratiladi va ota-onadan farzandlarga o'tadigan qadrli oilaviy merosga aylanadi. U chuqur hissiy va yuksak badiiy qiymatni o'zida mujassam etadi.